درسنا نجحنا ونلنا المنى صبرنا وفزنا بلغنا العلا بكينا سرورا نسينا العنا. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Rasulillah. Demak, musannif boshladilar. Muqaddimadan keyin al-kalimatu wa aqsamuha. Kalima va uning qismlari deb. Chunki nahvu aynan kalima to'g'risida bahs yuritadi. Kalima bu so'z degan. Hozir biz quyida biroz o'qiganimizdan keyin kalimani o'zi to'g'risida batafsil kirishamiz. Xo'p, al-kalimatu kalima. Al-kalimatu fil lughati. Kalima lug'atda yuradu biha al-kalam. Yuradu iroda qilinadi majhul nisbatdagi fe'l. Iroda qilinadi biha u bilan kalom gap. Kalima lug'atda odatan undan gap iroda qilinadi. Kalima so'z deganimi? Kalom gap degan. So'zdan odatan lug'atda so'z degan so'zni o'zi gap ma'nosida ham ishlatiladi. Mana misol uchun aytayaptiki, Alloh taolo aytadi: "Auzubillah kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Xo'p, bu yoqqa o'tmasimizni olmaslik oddiy bir narsa aytsa. Misol Said Ahmadning ufq romanida quyidagicha keladi. Azizxon bir so'z demay mashinaga mingancha ketdi deydi. Azizxon bir so'z demay mashinaga. U nima degan? Bir gap gapirmay degan. Mana joyda so'z gap ma'nosiga kelyaptimi? Ha, o'zbek tilida ham bor. Yoki so'zingni ustidan chiq. Nima degani shu? Gapingni ustidan chiq degan. Ya'ni o'zbek tilida ham so'z degan so'z gap ma'nosida ishlatiladi. Mana bu yerda ham aytayapti. Kalima kalom ma'nosida ishlatilib iroda qilinadi odatda. Mana misol uchun Alloh taolo quyidagi oyat kalimada quyidagicha aytadi: "Auzubillah kalla innaha kalimatun va qailuha." Yo'q, hargiz unday emas. Innaha u bitta so'zdir. Va qailuha u o'zi shuni aytib qo'yapti degan. U buni aytuvchisidir degan oyat. Isharatun ila qawlil qa'il. Bu bitta shunday bir qo'il degan aytuvchi. Bu shunday bir aytuvchini, gapiruvchini so'zga ishora qilyaptiki bu oyat. Bu oyatdan sal yuqoriroqda Mo'min surasining oyatdan teparoqda quyidagicha oyat keladi. Auzubillah. Robbirji'un la'alli a'malu solihan fima tarakt. Ey Robbim bizni qaytar, ortga qaytar bizni. Shoyat biz yaxshi amallar qilsak, tark qilgan ishlarimizda, la'alli a'malu solihan fima tarakt qilgan joyimizda biz solih amallar qilsak, deydi. La'alli a'malu solihan fima tarakt kalla innaha kalimatun deb keyin yuqoriga aytgan. Endi haligi odam Robbim bizni ortga qaytar, shoyat biz tark qilgan ishlarimizda solih amallar qilaylik degan so'zmi bu? Gap bu. Lekin Alloh taolo nima deydi? Yo'q, innaha kalamun demadi-da. Tushunasizmi? Bu bir gapdir, u aytayotgan bitta gap demadi-da. Innaha kalimatu va qailuha. U o'sha u tarafdan aytilayotgan bitta so'z deydi. Lekin so'zdan kalima degandan murod kalom uchun aytiladi. Tushundinglarmi shuni? Yoki mana hadisdan misol, al-kalimatu toyyibatu sadaqatu. Yaxshi so'z sadaqa deydi. Shunday gap degan aslida. Tushunarlikmi? Yoki yana bir hadisda asdaqul kalimatin. Kalimaning eng to'g'risi qolaha sha'ir. Shoir aytgan. Shoir aytgan kalimaning eng to'g'risi kalimatul labid. Labidning kalimasi. Labid degan kim? Labid degan arab shoirlar o'tgan. Labid ibn Umar adashmasam ismlari. Amr, Labid ibn Amr bada adashmasam 662-hijriyda yoki milodiyda, milodiyda hijriyda emas, 662-milodiyda vafot etadi. Sahobiylardan bo'ladi. Mana shuni aytgan bir so'z ekan. Mana shu joyda qarang. Labid aytgan so'z, so'zlarning to'g'risi labidning so'zi degani shunchaki so'z degan nima? Bir dona gapda, bir donagina og'izdan chiqqan narsa, kitob. Mana shu so'z. Kitob qoradir desam gap bo'ladi. Tushunarlimi? Endi aytadiki, so'zlarning to'g'risi labidning so'zi deganda bitta so'zmikin deysiz, yo'q bu yerda ala kullu shay'in ma qalallohu ba'd degan bitta gap turibdi. Mana shu joyda ham nima demoqchi? Asdaqu kalamin qalahu sha'irun kalamu labid bo'lish kerak biz. Labidning gapi bo'lish kerak. Lekin gap to'g'ri kalam unda nima ishlatildi? Kalima degan narsa ishlanadi. Ala kullu shay'in ma qalallohu ba'd. Bu yerda Allohdan boshqa hamma narsa botil emasmi degan. Yoki alada ogohlantirish bersiz, bu ogohliklar Allohdan boshqa hamma narsa botil degan ma'no chiqadi. Yoki bo'lmasa mana qarang, bu yuqorida muqaddimaga qiyos qilaylik-da, mana ikkita hadisdan misol beramiz. Bitta Qur'ondan misol berdik. Endi hozir o'zidan misol beraman. Misol qavluga sen aytasanki, hadis emas bu, Qur'ondan oyatdan emas. Alqal khatibu kalimatan mu'aththiratan. Alqa degani nataqa degani, xatoba degani. Xatib imom xutba qiluvchi ta'sirli so'z aytdi deysan. Lekin bu gapingdan nima yotibdi? Ta'sirli gap aytdi degan narsa yotibdi. Falafzu kalimatin, kalima lafzi. Qayerdagi fi kulli ma sabaqa. Sabaqa degan o'tgan. Yuqorida o'tgan degi hamma joydagi kalima so'zi, kalimatun degi kalima, al-kalimatu tayyibatu degi kalima, asdaqu kalimatin degi kalima, al-qalqatibu kalimatan degi kalima. Hamma joydagi kalima so'zi yurad bihal kalam, undan kalom iroda qilingan. Va hada va bu
هو المعنى اللغوي للكلمة. كلمة لغوي ma'nosi xolos. Tushunarli? Xo'p, mana shu joyda menda mulohaza bor. Mana shu joyda al-kalimatu fil lughati emas, al-kalimatu fil isti'mali deyish kerak edi deyman. Bu men hech kim emasman, shunchaki o'zim fikrimni aytmoqchiman. Nimaga? Kalima lug'atda kalom bo'lishi mumkin, lekin birinchi ma'nodagi ma'nosi emas-da bu. Ikkinchi, uchinchi ma'no. Tariqundi. Birinchi ma'nosi yo'l. Keyin vosita, uslub, metod degan keyin ikkinchi, uchinchi ma'nolar bor. Kalimatun ham birinchi ma'nosi kalom emas-da. Tushunarli? U iste'molda shunaqa. Shuning uchun al-kalimatu fil isti'mali deyish kerak edi. Yoki madam hada huwa al-ma'na al-isti'mali deyish kerak edi. Alloh balki mendagi xato yoki men johilligim sabab aytilayotgan bo'lishi mumkin. Nega bunday deyapsan desa, menda javob borki, chunki kalimaning lug'aviy ma'nosi jaroha degan. Kalama fe'lidan olingan. Kalama degan jarohatlamoq, yaralamoq degan. Endi nima uchun bunaqa deyiladi desa, arablarda ham bir maqol bor. Ya'ni tig' bilan yaralangan narsalar davosi bor, til bilan yaralanganlarning davosi yo'q degan. Kalima shu og'izdan chiqqan so'z ta'sir o'tkazuvchi narsa, qalbga ta'sir o'tkazadi, yo xushnud qiladi, yo xafa qiladi, mahzun qiladi. Ha? Yo uni o'yib oladi, nima yuragini, ya'ni unga ta'sir mana shunaqa kuchli. Mana shuning uchun ham kalima lafzi kalama fe'lidan olinib, jarohatlovchi degan. Lug'aviy ma'nosi o'zida, lug'aviy ma'nosi kalom emas. Tushunasizmi? Mana shu joyda menda mulohaza bor edi. Endi keyingisi al-kalimatu fil istilah. Kalima istilohda, istilah degani ulamolar orasida ishlatilish usul. Bu istilah ulamo ilm turiga qarab farqlanadi. Mana bu al-kalimatu fil istilahi nahwi deyish kerak edi mana shu joyda. Nahwi istilohda kalima mana bunday. Chunki fiqhiy istilohi ham bor kalima. Aqidaviy istilohi ham bor kalima. Aqidaviy istilohda kalima emas, kalamni ham. Aqidada kalam nima? Allohning azaliy sifati. Fiqhda kalam nima? Kalam namozni buzadigan narsa. Og'izdan chiqib namozni buzsanglar bo'ldi. Kalima ham kalam deyiladi fiqhda. Og'izdan chiqib ma'no anglatadigan bo'lsa, ham og'izdan chiqib namozdan tashqari narsa bo'ldimi, bu namozni buzib ash kalam bo'ladi. Misol aytaymi? Xo'p, mana bu yerda istilah desak, mayli biz nahv kitob o'qiyapmizmi? Nahvdagi istiloh tushunamiz. Balki nahviy degan shart emas. Xo'p, istilah degan o'sha ilmiy doirada tushunilish. Kalima ilmiy doirada, nahv ilmiy doirasida nima deb tushuniladi? Qavlun mufrad deb tushuniladi. Qavl nima? Mana shu joyda qavlunda huwa lafz dal ala ma'na dedi. Mana shu joyda biz ba'zi mulohazalarga to'xtalamiz. Bu kitobga kirishmasdan ilgari. Arab tilini o'rganishda, mutlaq arabiyat ilmida arab tilini o'rganuvchi ulamolar toifasi ikkita maktabga bo'linadi. Basra maktabi va Kufa maktabi. Qaytaraman. Basra maktabi va Kufa maktabi. Endi xuddi bu fiqhda Hanafi, Shofiy, Malikiga o'xshab Basriyun va Kufiyun deyiladi bular. Yoki Basri, Kufi deyiladi. Shunaliga aqoidda Maturidi, Ash'ariyga o'xshash. Faqat ularning bir-biriga qilgan ixtilofi fiqhdagi, aqoiddagi ixtiloflardan o'ta yengil bo'lgani uchun odatdan biz qaysi mazhabning vakili bo'lishni qanday o'rganib ketaveramiz. Biroq bilib ketishimiz kerak ekanki, bu ta'rif Basraniki, bu ta'rif Kufaniki. Yoki bu ta'rif Basraniki bo'lsa, Kufaniki nima? Ha? Yoki ikkisi nimada ixtilof qiladi? Mana shu narsani o'rganib ketish kerak. Endi aksar ulamolar Kufa mazhabida. Hattoki Imom Zamakhshariy ham. Jumhur ulamolar Kufa mazhabida bo'lgan. Va hozirgilar, endi hozirda arabiyatni, sof arabiyatni o'rganishganligi sababli, ko'proq o'sha sifar o'rganaman deb bir nimalar bilan sababli maktablarga e'tibor qaratilmaydi. Xo'p, endi maktab nima? Maktab mavzusini ochdik. Maktab nima daxli bor kalimaga? Kalimani tushuntirishdan oldin o'sha maktab tushunchasini tushunib olish kerakki, chunki ikkita maktab kalimaga ikki xil ta'rif beradi. Mana bu ta'rif Basraning ta'rifi. Qavlun mufrad basraliklarning ta'rifi. Aksar ulamolar qaysi mazhabda dedim? Kufani, demak Kufani ta'rif boshqa ekan. Kufa maktabini ta'rif o'zi Kufa maktabining xususiyati ko'proq mantiqiy tafakkurga suyanadi ular. Kufa maktabi mantiqiy fikrlashga, aql intellektlaridan foydalanishga ko'proq suyangan. Shunaliga Basra maktabi ko'proq oson uslub bilan bayon qilishga suyangan. Ikkisini ham noto'g'ri deyilmaydi. Faqat bilib qo'yish kerak. Bu qaysiniki, bu qaysiniki. Xo'p, mana shu joyda kalimaga kirishdan oldin o'zi Basra maktabida ham, Kufa maktabida ham bitta tushuncha bor. Kalimaga kirishdan oldin, xo'p, lafz o'zi nima? Lafz o'zi nima degan savol. Tushunarli? Xo'p, arabiyatda arab harflaridan tashkil topgan so'zlar bir qancha nomlar bilan nomlanadi. Ulardan birinchisi lafz. Lafzun. Ana undan keyingisi kalimatun. Kalamun. Kalimun va qawlun.
Ular bir-biridan farqi bor. Biz odatda bularni birini biriga chayib o'ynaymiz. Lafz deyamiz ham, kalom deyamiz ham, kalima deyamiz ham, qovul nima o'zi, hammasi farqi bor. Xo'p, birinchisi lafzdan boshlaymiz. Va chunki bu lafz ularning hammasini onasi go'yo. Eng o'zagi, ulug'i, eng oxirgi uchuvchi. Lafz nima? Lafz lug'atda lafazo deganda tuflab chiqarmoq degan. Ya'ni og'izdan nimaga chiqsa lafz degan. Chunki arablarda bir gap bor. Akaltu tamrata. Xurmoni yedim. Va lafaztu tufladim nuvata, danagini tufladim deydi. Mana lafzda ishlatish uchun. Ya'ni og'izdan chiqqan narsaga nisbatan tushunish qilish ish harakatini lafazo fe'li bilan ifodalanadi. Demak, lafazo nima ekan? O'zi lafz nima ekan? Og'izdan chiqqan narsa. Ha, endi lafz og'izdan chiqadigan narsa ikki xil bo'ladi. Ya'ni og'izdan chiqadigan degani bu biz tovush e'tiborini aytyapmiz. Og'izdan chiqqan tovush ikki xil bo'ladi. Ularning birinchisi muhmal bo'ladi. Muhmal. Ikkinchisida ikkita maktab vakillari ixtilof qilgan. Birlar aytadiki, ikkinchisi mavdu'un deydi. Birlar aytadi, ikkinchisi musta'malun deydi. Ikkisi ham bir narsani iroda qilyapti. Ikki xil nomlashadi xolos. Tushunarli? Ikki gap ham bir xil ma'noni beradi. Xo'p, Mahmuddan boshlaylik, bunga alohida to'xtalamiz. Lafz muhmal kechirasiz. Muhmal nima? Muhmal be'tibor degan. U og'izdan chiqadi, ma'no anglatmaydi. Tushunarlimi? Harflar nimalar chiqsa chiqarsin. Ma'no anglatmasa muhmal bo'ladi. Va nahv bu muhmal lafzlar to'g'risida bahs qilmaydi. Nima kerak bo'ladi? Nimadan biz bahs qilamiz muhmallar? Nahv ma'no anglatadigan so'zlar bilan bahs qiladimi? Ma'no anglatmasa og'zimdan bir narsalar o'qib yotibman, gibi narsalar deb yotibman. Tushunmaysiz, ma'no anglatmaydi. Yoki bu muhmal lafzlar bilan qachon foydalanamiz? Unda nimaga o'rganyapmiz buni? Tajvidda foydalanamiz. Misol uchun tajvidda muallim sanida o'qiyotganda bar deb o'qiysiz. Nima beradi o'sha ma'no? Hech narsa bermaydi. Lekin siz o'sha roni fathadan keyin tafxim kelishini chiqara olasizmi yo'qmi? Ba'zi masalalar o'shunda o'rganishingiz mumkin muhmalni. Nahv nima bilan o'rganadi? Nahv ikkinchi qismini o'rganadi. Endi ikkinchi qismida mavdu' deb nomladi kufaliklar. Musta'mal deb nomladi Basra. Basra nima deb nomlabdi? Musta'mal dedi. Kufa mavdu' dedi. Endi mavdu' o'zi emasda, mavdu' nima degimiz mavdu'? Mavdu' vado'adan olingan, vado'a qo'ymoq degan. Aytdimki, kufaliklar ko'proq mantiqan suyanadi. Ya'ni qo'ymoq degani mavdu' li ma'na degan. Ma'noga qo'yilgan. U degani lafzning ikkinchi qismi shundayki, ma'no anglatadigan degan sodda qilib aytsak, lekin ular ma'no anglatadigan demaydi-da, ma'no qo'yilgan. Misol uchun qalama lafzlarni bular shular shunday birikib, shunday mana shu dastgohga qo'yildi. Shuni ko'rsam qalam deyman, qalamni aytsam shu esimga keladi. Ular shunday aytadiki, shu mashinga qo'yilib qo'yildi. Tushunarlimi? Ana shu mavdu' deydi ular. Urflashib ketgan. Qo'yilgan deydi. Tushunarlimi? Yoki bo'lmasa aytaylik mana varoq varaqalar shunday tartib bilan joylashib, shuni ustiga qo'yildi. Va mana bu ko'rsam varoq deyman, varoq desam shu esimga keladi. Ular mavdu' deydi. Mantiqa yondashadi deyman. Musta'mal bi ma'no bilan ishlatiladi. Ana shu mashina ishlatiladi. Ya'ni amal ishlatilyapti, ma'no anglatilyapti, bo'ldi. Ikkisi bir xil narsani gapiradi. Xo'p, endi nahv mana shu ikkinchi qism o'rtasida bahs qiladi. Nahv nima qilar ekan? Ikkinchi qism o'rtasida bahs qiladi. Faqat ikkinchi qism mana shu qism kalimadir. Tushunarlimi? Endi mana shu qismni kalima deb nomlaymiz. Kalima nima desa, endi shu joydan bizga muammo keldi. Kalima nima desa, ikkita tur ulamolar ikki xil ta'riflashni boshlashdi endi. Kufaliklar aytdi. Birinchi ta'rif. Kufaliklar aytdiki, kalima lafzun اللفظ الموضوع لمعنى. اللفظ الموضوع لمعنى هو الكلمة. كلمة نما desa ma'noga qo'yilgan lafz kalima. Endi go'yoki kalimatu lafzun o'zini aytmayapti-da. Chunki lafz desa muhmallar kirib ketadi ichiga. Qaysi lafz? Al-mawdu' qo'yilgan lafz. Nimaga qo'yilgan? Ma'no qo'yilgan deb. Buni qaysini kim aytdi buni? Kufaliklar aytdi. Basraliklar aytdiki, kalima nima desa al-lafzu al-musta'mal. Shu yerda turibsiz. Tushunarli? Endi kalom nima? Kalom bu gap. Inshaalloh buni batafsil o'rganamiz. Kalim nima?
Kalimda ikkita mazhab, yana ikki xil fikr bor. Kalimlar aytadi, ba'zilar aytadiki, xosatan ko'p aytadi. Kalim kalamni siniq ko'pligi. Gaplar degan. Ba'zilar aytadiki, yo'q, kalim bu to'liq yetmagan gap deydi. To'liq yetmagan. Masalan, gapga shart qo'yish kerak, to'liq ma'no yetish kerak. Muhammad bugun maktabga bordi. Mana nima gap? Kalimchi Muhammad bugun maktabga ham to'xtab qolgan. Tushunarlimi? Qovul nima? Qovul hammasi uchun ishlatiladigan dominant so'z. Qovul nima ekan? Hammasi uchun ishlatiladigan so'z. Bunga ham qovul desiz bo'ladi, buni ham qovul, buni ham qovul, buni ham qovul desiz bo'ladi. Tushunarlimi? Endi mavzuga qaytamiz. Endi kalimaga ta'rif berayotganda mana bu ikkinchi qism. Bu soddalikni yaxshi ko'radi. Ikkinchi kimning ta'rifi edi bu? Boshqa. Soddalikni yaxshi ko'radi deb. Masalan, o'tiramiz, keling, qovul deb qo'ydik. Qovulun deydi kalimaga. Tushunarlikmi? Biroq ikki mazhab ulamosi ham ta'rifli ikkita qism bo'lishi kerak, jami va ma'ni qism. Ikki mazhab ulamosi ham birinchi qismiga lafzun mavdu' bi ma'na yoki al-lafzul musta'mal yoki qovul nima desa, ikkinchi qismiga mufradini ikki taraf ham qo'shadi. Mufradun. Nima degani mufrad? Birlik degan. Hozir bunga to'xtalamiz. Bunga ham qo'shadi. Ikkisi ham bunda ixtilof qilmaydi. Ya'ni Basra maktabining nazdida kalima nima desa, al-lafzul musta'mal mufradun. Yoki qovul mufrad. Tushunarlimi? Bunga buni ishlatadi dedim-ku. Ko'palik kalima deydi, al-lafzul mawdu' li ma'na mufradun. Mana shu e'tibordan kelib chiqib, Kofiya degan nahvli kitob bor. Eshitganlar? Birinchi so'zi al-kalimatu. Al-kalimatu udi'a majhulda. Li ma'na mufrad. Birinchi gapi shu. Ma'noga mufradda to'xtalamiz mana. Ma'noga mufrad qo'yilgan lafz. Qaysi mazhab vakili ekan bu kishi yoki u o'zi kishi? Ko'pariga. Ular udi'a dedi mavdu' so'zining sinonim. Tushunarlikmi? Menga joydan chiqdi. Ayni, mesh. Tutyapti-mi bosh? Tushunyapsizmi? Parlamentmi? Yo'q, chiqmas. Menda yaxshi ekan. Yaxshi. Xo'p, demak, ko'pfaliklar al-lafzul mawdu' li ma'na mufrad degan kalimaga ta'rifda. Qanday bu lafzul mawdu' qanday chiqib qo'ygan bildikmi? Lafzda bo'lyapmiz-a. Nimaliklar aytadi basraliklar? Al-lafzul musta'mal mufrad. Ma'nolar nima desa, ma'noga qo'yilgan lafz. Ya'ni ma'noga aytgan so'zga shuncha bahs qilib olishasiz ular. Tushunasizmi? Endi hozir biz bilmaydigan narsa mufrodda nimaligini o'rganib olishimiz kerak. Endi kitobimizga qarasak, kitob nima deb ta'rif beryapti? Qovulun mufrad deyapti kitob. Nima degan ekan endi qovulun mufrad degan? Qaysi mazhab vakili ekan bu kishi? Tushunarlimi? Bu hech narsani o'zgartirmaydi. Muhimi sizga aytib beradigan ustoz yaxshi bo'lsa bo'ldi. Hop. Endi bu kishi ham men aytdim-ku, basraliklar mana bu narsani mana buni o'zini aytadi degan, qovul deb oladi dedi. Bunga dalil mana. Qovul mufrad debdi, al-qovlu deganda o'zi yana bayon qilyapti, mana shuni aytayapti. Al-qovlu lafz qanaqa lafz ikki xil bo'ladi-ku desa, yo'q, dalilun ala ma'na. Dalil nima edi? Ma'noga dalolat qilgan lafzda bu deyapti. Ana mustamalni gapiryapti, lekin qisqa qilib qovib qo'yishadi ular. Tushunarlikmi? Biz buni o'rniga mabodo al-lafzul mawdu' li ma'na desak ham bo'ladi, al-lafzul dalu ala ma'na desak ham bo'ladi. Tushunarlikmi? Xo'p, qovul tushunarlik. Ikkisi ham nimani ishlatadi dedim? Ikkisi ham ta'rifda nimani ishlatadi dedim? Mufrad. Mufrad nima? Mana shu yerga tushunib olsanglar yaxshi, mufrodga alohida to'xtalamiz. Tushunib oldinglar? Mufrodning bir necha qismlari bor. Ya'ni iste'molda bir necha turda ishlatiladi mufrod. Birinchisi, mufrod aksida musanna jam'alar qatorida bunda birlik degan son e'tiborda. Mufrod jumlani aksi bo'lib ishlatiladi. Jumla degan bir gap. Gapni kalamni aksi kalima-yu. Ha? Kalamni jumla deydi, kalimani mufrod deb ishlatadi. Mana bu kalima turibdi-ku, kalam. Kalamning ikkinchi nomi jumla. Ya'ni kalamni gohida jumla deb ishlatiladi. Jumlatul arabiy deydi, arabiy jumlalar. Ha? Kalimani mufrod deydi. Mufrod. Mana shuni aks qilib ishlatadi. Tushunarlimi? Bu yerda bitta raqamli so'z degani emas, bu jumla emas degani. Ya'ni yoki kalima nima degani? Kalom emas deganimi?
Bu joyda ba'zida mufrod deganda jumla emas degan ma'noda ishlatiladi. Tushunyapsizlarmi? Ha? Gohida mufrod deb, bu yerda uchinchi ma'nodagi mufrod. Gohida mufrod deb ma'no aytyapti. Bu yerda yana bizga mantiqiy tushuncha bor. Huwa u ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Huwa u ma shunday narsaki, mufrodga ta'rif beradi. La yadullu dalolat qilmaydi u narsa. Ya'ni dalolat qilmaydi juz'uhu o'sha narsaning qanchadir qismi ala juz'i ma'nahu, ma'nosini qanchadir qismiga dalolat qilmaydi. Nima degani? Mufrod nima desa, mufrod shunday bir narsaki, o'sha narsangni farazan qanchadiri ma'nodagi ham qanchadirga dalolat qilmaydi deyapti. Hozir shuni tushunib olingda, mana shu so'zni o'zini yodlab oling. Ma'noni qanchadiri, qismni qanchadiri ma'noni qanchadirga dalolat qilmaydi deyapti. Hozir misolni tushunasizmi? Misol uchun deyapti. Bunga misol mana Muhammad, Fatima, qalam, kitob, baytga o'xshash. Misol uchun fa kitob. Ha? Va nahvu shunga o'xshashlar kalima. Nima uchun kalima deyapsan desa? Chunki bu birinchi sharti. Ma'noga dalolat qiladimi? Qovulmi bu? Lafzun dal ala ma'na. Ma'noga dalolat qiladimi shu? To'xtang. Qovul shartini topiladimi bunda kitobda? Qovul topiladi. Endi mufrodni tushuntiradi. Mufrod degani desa, o'zim tushuntiraman ekan bu yerda. Endi juz, ya'ni shunday mufrod nimaki, buni qanchadir juz'i ma'noni qanchadir dalolat qilmaydi dedimi? Mana kitob deganda nechta juz bor desa, k, t, alif, ba, 4 ta juz bor. Tushunarlimi? Shundan k kitob ma'nosini qanchadiriga, t o'sha ma'noni qanchadiriga dalolat qiladimi? Qiladimi? Yo'q. Mana shu mufrod degani. Tushunarlimi? Mantiqiy masala bor deyapman-ku. Ya'ni bir so'zingni qanchadiri ma'no o'sha anglatayotgan ma'noni qanchadirga dalolat qilmasligi kerak. Shunday bo'lishi ham mumkin o'zi. Nima bunaqa qiynab tashladi deysizmi? Misol uchun Abdulloh. Abdulloh bitta so'zmi? To'g'ri? Mana yozing. Abdu Alloh, to'g'rimi? Bu kalimami, kalima emasmi? Ma'no anglatadi Abdulloh? Anglatadi. Qovul topildi. Lekin mufrod topilmadi. Nega desa Abdulloh mana yarimi Allohning bandasi degandagi abd o'sha banda qismiga dalolat qilib qo'yadimi? Bo'ldi. Bu kalima emas ekan. Kalima bo'lishi uchun dalolat qilmaslik kerak ekan. Tushundingizmi? Misol kitobda kitabun kitob ma'nosini qancha dalolat qiladi? Yo'q. Tushundingizmi? Abdullohdan aynan dalolat qilmaydi, bdan dalolat qilmaydi, ddan dalolat dga kelganda bitta dalolat qilib qo'yadi. Akishtirda kalima emas ekan. Abd o'zini aytmayapti. Shu ikkalasi birga bo'lib kalima emas. Tushundingizmi? Abd o'zi kalima. Alloh lafzining o'zi kalima. Ikkalasi birga kalima emas. Shuni tushuntirmoqsiz. Tushunmadingiz? Ikkalasi birga kalima emas. Birga kalima emas. Nima unda deysiz? Bu o'zbek tilida birikma. Birikma o'zbek tilida. Bulardagi izoh bo'lmaydi. Ha, izoh. Ikkita so'zning birikmasi bu. Mana shuni tushuntirmoqchi. Senga ya'ni mufrodning ikkinchi qismi izohani aksi yoki shunga o'xshab birikmani aksi. Tushunarlimi? Mana shunaqa bo'lib qolsa, ya'ni ikkita so'z birikib bitta ma'noga anglatadiganga o'tib qolsa, keyin Abdulloh billa bo'lib bitta ma'noni anglatishga o'tib qoladi. Mana shu billa bo'lib bitta ma'noni anglatayotgan bo'lsa ham, bular kalima demaysan, buni birikma deysan. Chunki buni yarim ma'no yarimiga dalolat qilib qo'yapti deydi. Ikkalasi ham o'sha shartda. Mufrod degani shu. Misol uchun kitob shunga o'xshashlar, fa'innahu lafzun dalun ala ma'na, chunki bular ma'noga dalolat qiladi. Qo'l sharti topildi. Ha? Laysa kullu harfin minhu undagi hamma bir har bitta harf laysa deyapti. Dalolat qilmaydi. Ala juz'in min ma'na. Ma'nosidagi bir juz qismga dalolat qilmaydi. Amma nahwu kitabu Zayd. Zaydning kitobi degan jumlaga kelsang, laysa bi kalima. Kalima emas. Li'annahu murakkab, chunki u murakkabdir. Bu yerda murakkabni ham tushunib olaylik. Murakkab deganda qiyin, mashaqqat tushunib oladi. Nahvdagi murakkab ikkita so'z tarkiblashib bitta yo'lda ishlatilganga murakkab. Tushundingizmi? Mana misol uchun kitobu Zayd ikkalasi birlikka bitta ishlatiladi, yoki hazaga ikkalasi birga bo'lib xabar bo'ladi-da. Haza mubtado, kitobu Zayd xabar bo'ladi. To'g'rimi? Mubtado xabar bilasizlar? Shu mubtado. Yoki ikkalasi bilan mubtado bo'ladi. Kitobu Zaydin aytaylik kabir. Zaydning kitobi katta. Kitobu Zayd birga bo'lib mubtado bo'ladi. Ana shu murakkab deymiz. Ikkalasi birga bo'lib bitta yo'lda ishlatiladi. Ishlatilaversin, kalima emaslar. Ular murakkab. Tushunarlimi? Nimaga degan murakkabun min juz'ayn? Ikki qismdan, juz'dan tashkil topgan. U ikisi kitob va Zayd.
Kullu minhuma ularning har biri yadul ala juz'i ma'na. Shu ikkalasi birga bo'lgandagi ma'noni bittadan qismiga dalolat qiladi. To'g'rimi? Ha. Bu tamom. Ana shu sababli bular nima emas ekan? Murakkab emas. Ya'ni bu yerda aytadiki, kullu minhuma yadul ala juz'il ma'na. Ma'noni bir juz'iga dalolat qiladi. Qaysi ma'no desa, o'sha murakkab o'zi anglatayotgan ma'no. Allazi yadullu alayhi al-murakkab. Ya'ni murakkab bildirayotgan ma'noni har bittasi bittadan qismiga dalolat qiladi. Kitabu Zayd deb nima tushunayotgan bo'lsangiz, o'shanday kitob qaysidir qismiga tushunayotganingizni Zayd qaysidir qismiga dalolat qiladi. Bo'ldi. Bo'linib qoldi murakkab va mufrad emas. Mufrad bo'lgandan keyin ikkalasi mazhabni ham qavliga tushmay qoladi. Kalima. Kalimani tushunolinglarmi o'rtoqlar? Endi keyingi darsimizda aqsamul kalimatiga kelamiz. Kalimani qismlari. Aqsamul kalimat, kalimani qismlari. Al-kalimatu salasatu aqsam. 3 qismli bo'ladi. Ya'ni men bunday tushunib oling-da. Bu xonamizda lafzlar yig'ildi. Lafz og'izdan chiqqan narsalar. Keyin biz bo'ldik. Muhmallarning bor narixonaga chiqdik. Faqat muhmal bo'lmagani qoldi. Faqat muhmal bo'lmaganiga ikkita odam kelib ikki xil gapiryapti. Bittasi bu muhmal bo'lmaganlar va bular qovul mufratlar desa, yo ular lafzul mavdu' mufratlar deyapti. Farqi yo'q, bab ashla. Tushundingmi? Ya'ni ikkita mazhab ikki xil ta'rif bersa ham ashla. Endi shularni biz yana bir ichki holatda 3 ga bo'lib olamiz. Mana shu turishni 3 ga bo'lib olamiz shularni. Shularga ular ism, fe'l va harf. Ismga bo'lamiz ekan, fe'lga bo'lamiz ekan, harfga bo'lamiz ekan. Endi birinchisi ism deyapti. Keling, mana shu joyda ism, fe'l, harfga bo'lishdan oldin ba'zi narsalarni aytib qo'yay, keyin bu yoqqa chiqib ketamiz. Birinchisi ism. Qachon kalima ismga bo'linadi? Qachonki u kalimada ma'no anglatilinsa, o'zida sof ma'no bo'lsa. Va ma'nosi tobi bo'lmasa zamonga. Bo'ldi ism bo'ladi. Fe'l ma'no anglatsa, ma'nosi biroq zamonga tobi bo'lib qolsa, u fe'l bo'ladi. Va yana bitta jihati, fe'l ma'no anglatadi, uning ma'nosi ish harakat bo'ladi. O'sha ish harakat zamonga tobi bo'lib qoladi. Agar fe'l ish harakatni anglatib, zamonga tobi bo'lmasa, u fe'llikdan chiqib ismga o'tib qoladi. Masdar bo'ladi. Mana misol uchun aytsakki yuqorida yozish, o'qish degan ish harakat. Buyruq emas. Yozish demayman. Yozish, o'qish degan ish harakat. Yozishdi. Zamonga bog'lanib fe'l. Ammo yozishni o'zi qolib ketib qolsa, nima bo'ladi? Ism bu masdar bo'ladi. Masdar bo'ladi. Tushuntira olayapman? Endi demak, ish harakatini o'zi ham fe'lni taqozo qilmas ekan. Shu vaqtning o'zida zamonni o'zi ham fe'lni bermaydi. Misol uchun aytsamki, o'tmish fe'lmi, ism? O'tmish shu turishi ismmi? Ism shu. Shuni bilish kerak. Shunisi moziga dalolat qilaversin, ish harakati yo'q-ku, bo'ldi ism bo'ladi. Kelajak ism. Shunisi yo'q, kelajak lafzini o'zi. Ma'no to'liq dalolat qilyapti, ma'nosi hech qanday zamonga bog'liq yo'q, bu ism. Ko'plar shuni chalkashtiradi. O'shadimi o'tmish, kelajak, hozir, ertaga deganlarni kelasi zamon deb fe'lni bir narsalarga burishadi. Xato. Xo'p, keyingisi harf. Harf lug'atda taraf degan. Aksar bir 90%, 60% ism. 35% fe'l. Hali 5% bu joyda qolib ketdi-da, hali xonani ikki bo'ldi-ku. Chekadagilar harflar dedi. Ya'ni harf degan chekada. Harf nima desa, harf fe'ldaqa, ismdaqa to'liq ma'noga ega emas. Zamonni qo'yib qo'ying. O'zini ma'nosi yo'q emas, bor. Agar harfning ma'nosi yo'q desak nima bo'lardi? Savolsiz. Lafzdan chiqib, kalimadan chiqib ketib qoladi. Kalima nima edi? Faqat ma'no borlarni olgan o'zi. Tushundingmi? Muhmal bo'lib, kalima mana bu tarafdan mana bu tarafga o'tmay qoladi. Biz mana bu taraf bo'lyapmiz hozir. Mana shu tarafning o'zi kalima dedik-ku. Harfda ma'no bor. Faqat u ma'no
harfni kuchi yetmaydi o'zi ko'rsatib berishga. Yo ism bilan bo'ladi u harf, yo fe'l bilan bo'ladi. Keyin o'shalarda ko'rinadi ma'nosi. Tushunarlimi? Xo'p, endi nima uchun ism deb nomlangan deganda ham bir qancha bahslar bor. Bu ism deb nomlanishning bahsi bu ham Basra va Kufa maktabining nazdida ikki xil qarashga ega. Xo'p, ular qaysilar? Birlar aytadiki, ism so'zi wasmun so'zidan olingan deydi. Nimadan olingan ekan? Wasmun so'zidan olingan deydi. Kufa maktabining gapi. Wasmun nima degani desa, wasmun bu belgi degan. Wasmun degan belgi degan. Qanaqa belgi desa, ism so'zlar, ism turkumga mansub so'zlar o'zi anglatayotgan ma'noga bitta belgi bo'lib qolganda, ya'ni haligi gapda aytadi. Uni ko'rsang bu esingga keladi, buni ko'rsang u esingga keladi. Qalam degan so'z mana shunga bitta belgi bo'lib qolganda, belgilarning ichida belgi qizil degan belgisi bor, mana cho'zinchoq degan belgisi bor, dumaloq degan belgisi bor, yozadi degan belgilari bor. O'sha belgilar ichidagi eng kuchli belgi qalam desang hamma belgini ichiga oladi. Va qalam desang shu esingga keladi, buni ko'rsang qalam esingga keladi. Va bu ism so'zi wasm belgi so'zidan olinib yasalgan so'z deydi. Mana shu shunaqa so'zlarga ism deb nom berilgan deydi. Kimga gap ekan? Kufalik. Basraliklar aytadiki, bu yo'q, ism so'zi sumuvundan olingan deydi. Sumuvun. Nima degan desa, uluvun oliy degani degan ma'no beradi. Nimasi oliy, nimasi bilan oliy? Ana ikkita sherigi bor-ku. Qaysilardir ular? Harf bilan fe'l. Ashundan oliyroqda u. Chunki harf umuman ma'nosi yo'q, fe'l ma'nosi bo'lsa ham zamonga bog'lanib qolgan. Bu bemoqom. Bez zamon gapirishadi. Tushunyapsizmi? Oliylik so'zidan olingan bu. Sumuvdan olingan deydi Basra. Tushundingmi? Shu e'tibordan ismlar oqil va noaqilga bo'linadi. Aqil va g'ayri aqil. Ya'ni ism anglatayotgan ma'no. Oqil faqat erkak. Ya'ni odam tushunadi, erkak emas. Odam insoniyatni bildiradigan uning kasb-kori, sifatlari va hokazo. G'ayri aqil insondan boshqasi. Bo'ldi. Va bundan tashqari yana ismlar mavhum va aniqqa ham bo'linadi. Mana misol uchun sevgi, baxt, istig'for, mag'firat, afu. O'sha ko'rinmaydimi? Bo'ldi. Ism. Lekin mavhum. Ko'rib turgan, o'sha aytgan havos a'zolar bilan biladiganingiz nima hisoblanar ekan? Mavhum bo'ladi. Tushundingmi? Mavhum emas, aniq bo'ladi. Bilsangiz, ushlab ko'rsangiz. Tushunarlimi? Endi mana shu joydan yakun qilamiz aka. Ismlarmi? Ha. Alomat ism. Yo'q. Ismni o'zidan boshlab keyin alomatlarni gaplashib ketamiz yana bir darsda. Haligi jaharlar bor-ku. O'chirmay turing. Ha. Jaharlar nima? Fi ala bo'lishi mumkin. O'shani hozir o'shani qarab ketyapmiz, uni o'zi mustaqil bitta ma'no anglatmaydi. Sherik bo'lsa, lekin uni o'zini olib turib, mana bitta o'zi misol uchun ma'no anglatmayapti, turib uni mahmud deb kechirsin. Yo'q, muhmal deb kechirsin. Keyin yo'q deyamiz. Yo'q, u bir qism bo'lsa ham ma'nosi bor, ha, ular. Unga qanaqa ta'rif beramiz? Harfga? Harfga ta'rif. La yazharu ma'nahu illa ma ghayri hadis. Uni o'zi ma'no emas, boshqasi bilan birga ma'nosi ko'rinadi. Anglatmaydi demaymiz uni ham. La yazhar ma'nosi ko'rinmaydi, bor ma'nosi. Bir qism bor. Ma'nosi bor, ko'rinmaydi, sherigi bilan bo'lsa zo'r ko'rinadi. Boshqa nimalarda ko'p eshitaman, nimalarda shu ismni ma'noga dalolat qiladi, zamonga dalolat qilmaydi deydi. Fe'lni zamonga dalolat qiladi, ma'noga dalolat qilmaydi deydi. Harfda bo'lsa ma'noga ham, zamonga ham dalolat qilmaydi. Yo'q, ma'nosi bor-ku uni. Nega ma'noga dalolat qilmaydi degan odamga fil madrasatiga fil tarjima qilmay tarjima aytchi deyinchi? Qo'yyapti ma'no? Ma'no qo'yyaptimi?
bo'ldi, u gap xato bo'ladi. Ma'noga ham zamonga ham da'vat qilmaydi degan tushuncha yo'q. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. رفعنا رؤوسا تطال السماء شكرنا كراما رعوا